Arslon bo'lsang, ovlaganingni yeysan. Bo'ri bo'lsang, yiqilganini yeysan. Shoqol bo'lsang, ortganini yeysan. Qo'ng'iz bo'lsang, har baloni yeysan. Sen qaysi birisan? Musulmon ahliga Ramazon hayiti muborak bo'lsin. Muborak oyda ixlos ila tutgan ro'zalarimizni Alloh taolo o'z dargohida husni qabul aylab, jannatlariga burxon aylasin. Muhtaram afandimiz Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning bu kundagi shodliklari singari qalblarimiz quvonch va yaxshilikka to'lsin. Islom ahli birdamlik va totuvlikda, mehr oqibatning namunasi bo'lib, yer yuzini hamisha obod aylasin. Musulmon ahliga hayit muborak bo'lsin. Ne bo'ldi? Ozgina yordam qiling. Olay isteo kerak emas edi, ag'a. Olay itermasangiz bo'lar edi. Qarningiz ochgan shiqar, juringiz, ag'am. Menga qara, nima sen gadoylar kafilligini olganmisan? Nima kerak bor buni olib kirib ovqatlantirishni? Sal kallingni ishlatsinchi, pul top aql topmagansan. Men bu bilan bitta stolda o'tirib ovqatlanmayman. Men bermaymiz, ag'a, juringiz. Olib o'tiramiz besh tarafdan. O'tiringiz, olingiz. Ahmoq gapiriya, tavba qildim. Jilamang, ag'a. Bemalol besvanoqdan olingiz. Hozir saboyga isteb beraman. Unga yig'lamayman. Zo'r ovqat, zo'r zakska. Ay shuncha bo'lganiga bir 50 bo'lsa yaxshi bo'lardi-da. Deli appetit uchun. Odamlarni yarmi sen qoqilganingda aytgandim-ku deydi. Yarmisi g'alaba qozonsa men buni bilardim deydi.